Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, xabaringlar bor. Birinchi bo'lib Uskasar jamoasi elektroveliklarni sotuvini boshlagan edi. Hop, bu elektroveliklarni bizda hamma modellaridan bor. Bu Sport Edition bo'ladi. Hop, mana yetib keldi. Qadrdonlar, kelinglar bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Buni bitta to'liq zaryadkada bu elektrovelik bo'ladi. Bitta to'liq zaryadkada 80 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Buni bilasizlar, Mercedes-Benz IQ Formula E Team, ya'ni M+ bilan kollaboratsiya qilgan. Hop, ramasi hammasi alyumin bo'ladi. Og'irligi bir 22-23 kilo atrofida. Batareykasi kurosli syomli bo'lgani uchun juda ham qulay. Hop, qadrdonlar, bu ham sanoli kelgan. Bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Mana shu videoni tagida hamma kerakli bo'lgan ma'lumotni qoldiraman. Hop, ranglarini ham qarang, o'zini alyumin rangida juda ham boshqacha ko'ringan. Hop, keyin qadrdonlar, buni tezligi 25-30 kilometr atrofida. Yana to'liq xudo xolisi ma'lumotlarni yozib qo'yaman, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Birinchi bo'lib Uskasar jamoasi hamma modellardan qo'yyapti. Mercedes, Ducati, endi xudo xolisi tez kunda Ferrari'ni qo'yamiz, Porsche'ni qo'ydik. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sotuvda